Şarkı Türkistanlık qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yeni yılımızlarga mübarek olsun. Müstakillik bulmasa, erkinligin bekleyin. Erkinligin bulmasa, hukukların bir deyin. Ben ömrümün köprüyegini kanun tahlil qilish bilan o'tkazgan. Xitoy qonun maktubida o'qib va Xitoyda ishlab, Xitoy qonunlarini pishib egallagan. Shundaqla Amerikaga kelib, yana Amerikaning yerlik qonuniy va xalqaro qonunlarida o'qib, bu sohada qonundan peshvolik unvoni olgan. Sharqiy Turkistonning bir Uyg'ur fuqarosi bo'lish suhbatim bilan o'zimning qonuniy jihatda his qilgan bir qism ko'zqarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni qaror qildim. Ishonmanki, sizlarning bildiğinizlar cho'qim mening biladiganimdan haslab ko'p. Har qaysingizlarning oldida bilarmanlik qilib qo'ygan bo'lsam, fikrni aytib buyurmaysizlar. Hammamizga ma'lum. Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasi barliq insonlarning o'ziga xos izzat, hurmati va ularning insoniyatga xos tabiiy barobar huquqlarini ko'rsatib beradigan bir qadar mukammal xalqaro asosan e'tirof qilgan kitobnomadir. Bu Amerikaning raisi Rooseveltning kuchli tashabbusi va qattiq talabi bo'yicha 1948-yil 12-oyning 10-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo 50 devletning ma'qullashi va 8 devletning ovoz berish huquqidan voz kechishi bilan rasmiy holda Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasi ma'qullandi. Demak, Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo devletlerinin en oldingi qatoridan o'rin olgan ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 5 doimlik a'zosining biri hozirgi biz 5 qo'limizdek aniq to'lib ketgan Xitoy Kommunist hokimiyatidir. Xitoy Kommunist hokimiyati bu Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasiga himoya qiladiganligini allaqachonlar bildirib qolmay, balki o'z asosiy qonunlarida Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining go'zal til iboralarini qo'llanib, o'z fuqarolari va xalqini aldayotgan. So'zi bilan harakati bir-biriga qarama-qarshi faqat qonunni shakl uchun tuzib qo'yib, amaliyotda bo'lsa butunlay uning aksiga harakat qilib berayotgan. O'zi tuzgan shu asosiy qonunning eng dastlabki buzg'unchisi, jinoyatchi ekanligini ularning asosiy qonundagi buni moddalaridan aniq ko'rilish qiyin emas. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti asosiy qonunining 2-bobida o'tirib qo'yilgan fuqarolarning asosliq huquq vazifasi ostidagi 33-moddasida mundaq sharhlanib, barliq Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti fuqarolari qonun oldida bab-barobardir. Barliq grajdanlar o'zlarining huquqlaridan erkin foydalanadi deb yozilgan bo'lsa, Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 7-moddasi bilan tamoman o'xshash bo'lib, Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 7-moddasida hamma odam qonun oldida bab-barobardir. Hamma odam qilch kamsitilmay qonunning barobar qo'llashidan bahramand bo'lishga huquqli deb belgilangan. Yani Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining asosiy qonunining 35-moddasida Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining barliq fuqarolari fikr bayon qilish erkinligidan, yig'in o'tkazish va tashkilotlarga uyushish erkinligidan, yig'ilib namoyish o'tkazish, qarshilik bildirish erkinligidan to'liq bahramand bo'ladi deb belgilangan bo'lsa, bu iboralar o'xshashlar Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasidan 19 va 20-moddalarda bunday deb ko'rsatilgan. Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 19-moddasida hamma odam o'z tashabbusini bildirish va fikr bayon qilish erkinligidan bahramand bo'lishga haqlidir. Hamma kishilarning o'z tashabbusini saqlab qolish erkinligi uchun ham fikrlarni har qanday vosita orqali qabul qilish va tarqitish erkinligini ham o'z ichiga oladi deyilgan. Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasining 20-moddasida bo'lsa, hamma odam tinch yo'l bilan yig'in o'tkazish va tashkilotlarga uyush erkinligidan bahramand bo'lish huquqidir. Har qanday odamning ma'lum bir tashkilotning tavalligiga o'tishga zo'rlashga bo'lmaydi deb ko'rsatilgan. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti asosiy qonunining 36-moddasida bo'lsa, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining fuqarolari diniy e'tiqod erkinligiga ega. Har qanday davlat organi, ijtimoiy tashkilot va shaxslarning fuqarolarni diniy e'tiqod qilishga yoki e'tiqod qilmaslikka zo'rlashga yo'l qo'yilmaydi. Diniy e'tiqod qiladigan fuqarolarni hamda diniy e'tiqod qilmaydigan fuqarolarni o'xshashlik kamsitishga yo'l qo'yilmaydi.
devlet fuqarolarning normal diniy faoliyatini qo'llaydi deb ko'rsatilgan. Dünya Kişilik Hukuk Kitapnamesining 18. maddesida bunday deb ko'rsatilgan. Hamma odam ideaviy, vijdoniy, diniy erkinlik huquqiga ega. Bu hukuk shu odamning o'zining diniy e'tiqodini o'zgartirish erkinligini, shuningdek o'zining diniy yoki e'tiqodini diniy aqida, amaliyat, namoz, ibodat va amr ma'ruf orqali yolg'iz yoki o'ng holda, oshkora yoki yoshirin holda ifodalash erkinligini o'z ichiga oladi deb belgilangan. Demak, biz yuqorida faqat Xitoy kommunist hokimiyatining hozir mavjud bo'lib, texi tunigun Hilala, bizning so'zlayotgan vaqtning o'zida aktiv ijro qilinayotgan Xitoy kommunist hokimiyatining eng muhim qonunlaridan biri bo'lgan asosiy qonundagi bir qism modellarni faqat bugungi anglitishimiz uchun misol tariqasida Dünya Kişilik Hukuk Kitapnamesining qisqa modellari bilan selishtirib o'tdik. Dunyodagi har qanday bir davlatning asosiy qonuni bo'ladi. Devlet aşı asasi kanunda belirlenen hukuk ve mecburiyetlerine göre faaliyet edip bağlan oldu. Hem de aşı asası kanunlara tayangan halda devletini ve fuqarolarını idare kıldı. Her kandak devletin günlük icra kıldıgan ve kılavatkan varlık faaliyetleri cümleden işçiliği ve taşkı siyaseti o'xshashlar o'zlarining shu oldin chizib ijro qilishga topshirilgan asosiy qonundagi belgilardan chetlab ketolmaydi. Mubada devletler qandaqdir atalmış chiroyli so'z iboralar bilan to'lgan bir xil go'zal asosiy qonunni tuzib qo'yib, uni amaliyotda to'g'ri ijro qilmaydi ekan, u holda shu devletning butkul xalqaro oldidagi o'rni passiv holatga tushib qolmay, balki o'z fuqarolari oldidagi izzat hurmatini yo'qotib, o'zi vakillik qilayotgan fuqarolar tarafidan shu o'zlari chiroyli so'zlar bilan tuzib tashlab qo'ygan qonuni bo'yicha jazolanib, o'zidan chirik ve hiligar saxtipazlik ustiga qurilgan hokimiyatlardan tamamen ayrılıp gelişidir. Bu xildagi yovuz, qaloq ve saxtipaz hokimiyatlar fakat öz fuqaroları to'liq o'yilib bo'g'ichil yashaydi xolos. Chunki hokimiyatni xalq ommasi qurgan bo'ladi, shu uni yana ko'pchilik kuch osonla ag'dirib tashlay oladi. Bir jumla gapga yig'incha qilsak, Xitoy demak ana shunday hiligar, tatliq gaplar bilan qonun tuzib qo'yib, uni icra qilmaydi. İcra qilmaydi emas, balki o'zi bo'ysunmaydi. Xalqaro masalalarga duch kelganda bu atalmış qonunni ko'z qiladi, destek qiladi. Xitoy biz Sharq Turkiston xalqini emas, balki o'z xalqini aldab keldi. Biz Sharq Turkistonliklar eng cho'ng aldanuvchilarmiz. Meni to'liq azoblaydigan narsa shuki, u bo'lsa-mu bugungi mushu fan texnika taraqqiy qilgan kishilarning ong'saviysi bir qadar o'sgan 20-asrda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz ichida yine ham Xitoyning shu tatliq so'zlariga olinib, bir kuni o'zlariga qandaqdir Xitoy kommunist hokimiyatining shaqqatlarini yig'ib ketib, oliy bir avtonomiya berdi deganga o'xshash sap-satniga oldirishidir, ishirishidir. Amerika başları Avrupa devletlerinden divanlarca, kullarca öz takdirini belgilep verişini tamam kıldı. Biz nimişka azırak vakit çıkıp tarih okumayız. Nimişka azırak vakit çıkıp nöbetteki xalqaro vaziyetlerine nazar salmayız. Eğer siz azırak vakit çıkıp xalqaro vaziyetine nazar salgan bolsanız, herkes bu Amerika'ya ve başka demokratik devletlerine bunca olan kargılar çeşinip tamam kılmadan bulardınız. Ularning Xitoy bilan bo'lgan ichki tashqi savdo aloqasini ozroq o'rgangan, bilgan bo'lardingiz. Hammamizning esida bo'lsa kerak, albatta. Amerika prezidenti George W. Bush hukumati september e'loni kunidagi voqeadan keyin, ya'ni 9-oyning 11-kunidagi voqeadan keyin Iroqqa qarshi hujum boshlash ishiga kirishib ketdi. Ve bu qadimki Iroqqa qarshi urushiga Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ovozini elish zurriyati tug'ildi. Shuning bilan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 5 doimlik a'zosining biri bo'lgan Xitoy kommunist hokimiyati bilan g'ayri-rasmiy suhbatga o'tadi. Ve Birleşken Milletler Teşkilatı umumiy ovozining 20% bo'lgan Xitoy ovoziga erishish maqsadida Xitoyning talabiga binoan astoydil tekshirmaylar bizning mustaqilligimiz uchun kurash qilayotgan ve harakat elib berayotgan tashkilotlarimizni Amerika'nın kart tizimliği kirgizib qo'ydi. Amerika'nın tunji bombardıman aeroplanlarının bombası bir jup dünya savdo merkezi binasini patlatdı deb aytlangan Al-Qoida lideri Bin Laden emas, belki Afg'oniston tog'lari